Bugungi videomizda PUBG Mobile Lite'ni tarixini bilib olamiz. Ya'ni oddiy tarix emas, bizda 3 ta eng qiziqarli savollar bor. Ularga birgalikda javob topamiz va PUBG'ni Lite versiyasini birgalikda yodga olamiz. Qani unda boshladik. Agar sizda loyiha bor-u, lekin uni hech kim ko'rmayotgan bo'lsa, ayb sizda emas, balki marketingda. Men bu yerda o'yinlarni yaxshi ko'radigan real auditoriyaga sifatli reklama joylashtirishni taklif qilaman. O'z brendingizni yoki YouTube kanalingizni reklama qildirmoqchi bo'lsangiz, kommentariyadagi link ustiga bosing va Telegram kanaliga o'tasiz. U yerda o'yinlar tarixi promo kodidan foydalansangiz, 30% chegirmadan foydalangan bo'lasiz. Chegirma faqat 48 soat amal qiladi. Tezda shoshilib qoling. Keling, 3 ta savolimizga o'tamiz. Birinchi savolimiz PUBG Mobile Lite'ni qachon va kim tomonidan ishlab chiqarilgan? Ikkinchisi esa PUBG Mobile Lite versiyasiga yangilanish keladimi? Uchinchisi esa nega o'yin unutildi? Unutilganiga nimalar sabab bo'lganini ham bilib olamiz. Yaxshilab joylashib oling, biz esa endi boshladik. Birinchi savol. 2018-yil PUBG Mobile dunyoga taqdim etiladi, lekin o'shanda PUBG Mobile xotirasi katta o'yin bo'lgani uchun oddiy telefonlarga o'qiy olmagan. Lekin 2019-yil 25-iyulda PUBG Mobile Lite nomli o'yin paydo bo'ldi. U o'yin oddiy telefonlarga ham o'qiyverardi. Ekraningizda chiqib turgan studiya aynan PUBG Mobile Lite versiyasini ishlab chiqaradi. O'yin PUBG Mobile'ga raqobatchi qilib ishlab chiqarilmagan, chunki ikki o'yin ham Xitoyda ishlab chiqarilgandi. Ya'ni bitta katta studiyada ikkita kichkina studiyalar bu o'yinlarni ishlab chiqargan. Ikkinchi savol. PUBG Mobile Lite versiyasi nega hanuzgacha yangilanmayapti? Bilamiz, PUBG Mobile Lite versiyasi 2024-yil 16-yanvarda oxirgi marta yangilangandi. Bundan so'ng esa haligacha o'yin yangilanmadi. Sabab nima? O'yinni tashlab ketishdimi yoki o'yin tugadimi degan savollar haligacha odamlarni qiziqtirmoqda. Keling, bularga oydinlik kiritamiz. O'yin hali tashlab ketilmadi. O'yinga hali rezervatchilar ishlayapmiz deb 1 yil oldin, salkam 1 yil oldin aytishgandi, lekin va'dalarning ustidan chiqishmadimi bilmadim, lekin haligacha yangilanish umuman yo'q. Odamlar hozirda PUBG Mobile Lite versiyasini unutib ham yuborishyapti, chunki o'yinda cheaterlar juda ham ko'payib ketdi. Va shuning uchun asta-asta odamlar PUBG Mobile Lite versiyasini ham tashlab ketishga majbur bo'lishyapti. Yangilanishga kelsak, yangilanish tez orada bo'lib qoladi degan umiddamiz. Uchinchi savol. Hammamiz yoshligimizda o'ynagan PUBG Lite ham 2025-yilda menimcha endi bilmadim, yangilanish bo'ladimi yo'qmi, bu ham 50 ga 50, lekin katta ehtimollar bilan o'yin qaytib yangilanmasa kerak. Lekin yangilansa, albatta yaxshigina katta comeback amalga oshirib qaytishni tilab qolamiz. Lekin o'sha salkam hozir menimcha o'yin 90% auditoriya unutib yubordi. Lekin 10% auditoriya hali ham o'yin yangilanishini kutmoqda. Sabablar nima bo'ldi? PUBG Lite'da cheaterlar juda ham ko'payib ketdi. Yangilanmaganligi sababli razrabochilar o'yinga qarashmadi va o'yindagi baglar ham juda ham ko'payib ketdi. Zavaga o'sha rankiga kelsak, rankida Zavada qatta ko'rgansiz bagiga skin berishganini. Mobilda esa hozirda ustida PUBG Mobile ustida hozir ishlayapti va ommabop o'yin bo'lib, hozirda yaxshi o'yin bo'lib ketyapti. Va Lite'ni ham shunday bo'lishiga tarafdormiz. Shunday qilib sizlar bilan o'yinlar tarixi bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha